Hurmatli ayollar, eringlarning sochini uy sharoitida uklatga qilib, sartarosh pulni yoningizga olib qolish xohlaysizlarmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi navbatda soch ildizlarini ozgina quritib olamiz. Fenni 10-15 cm uzoqlikda issiq havosida quritamiz. Va jingalak sochli bo'shashib taralishi oson bo'lishi uchun sochni bir u yoqqa, bir bu yoqqa tarab quritamiz. Lekin soch juda ham qurib ketib qolishi kerak emas. Chunki sochni u yoqqa, bu yoqqa tarab yaxshilab bo'shashtirganimizdan keyin oxirgi tugallanish yo'nalishiga tarab quritishimiz kerak bo'ladi. Sochlarimizning yo'nalishiga tarab bo'lganimizdan keyin, sindirib bo'lganimizdan keyin oxirida brashin taroqda uchlarini tortib chiqamiz. Sababi sochlarimiz jingalakroq, valnisli bo'lganligi uchun shu taroqdan foydalanganimiz yaxshi. Muhimi boshi orqa tomoni pachoq bo'lib qolmasligi uchun o'rima tomonni ozgina shirishimiz kerak. Agarda xo'jayiningizni har kuni shunaqa e'tibor bilan ishga kuzatsangiz, birinchi navbatda sartaroshga ishlatadigan pullari yonga qoladi. Undan tashqari erkak kishining tashqi ko'rinishida soch 60-70% ni tashkil qilishini menimcha siz ham bilasiz. Ishonavering, sizni bu qilgan mehribonchiligingiz kun davomida ularning kayfiyatlariga ham, ishlariga ham katta ijobiy ta'sirini o'tkazadi. Natijada ham oilada, ham ko'chada ish ijobiy tomonga ketishiga sababchi bo'lasiz. Bu jingalak sochni uy sharoitida uklatga qilish videosi edi. Sizlar qanaqa sochga qiynalyapsizlar? Shuni kommentariyada yozib qoldiringlar. Men sizlar uchun maxsus video tayyorlayman.